Bismillah, assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan bizda 5-chi darsimiz. Bu dars judayam muhim. Diqqat bilan, fokusni qaratib ko'ringlar. Chunki judayam foydali va kerakli narsalar o'rgatiladi. Bugun nimalarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan? Bugun вставить bo'limi nima haqidaligi va hatto nima qilinishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni вставить bo'limini vazifasi. Xo'p, DVG format nima? Nima uchun biz DVG format ishlatamiz? DVG format nima degani o'zi? DVG formatda Revitga to'g'ri import qilish, ya'ni import qilish o'zi emas, olib kirish o'zi emas, ya'ni to'g'ri import qilishni ko'rib chiqamiz. Revitga rasm olib kirish, ya'ni siz qanaqadir internetda plan ko'rib qolgan bo'lsangiz, qanaqadir bitta uyda rasm ko'rib qolgan bo'lsangiz, uni qanaqa Revitga olib kirib, o'sha uyda Revitda o'zingiz mustaqil ishlashingiz mumkinligini ham ko'rib chiqamiz. Keyin import qilingan elementni muzlatib, qatirib qo'yish, ya'ni u surilib ketmasligi uchun, bitta joyda turishi uchun qanaqa qilib qatirib qo'yiladi, shularni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana Revitga kirib olamiz doimiydek. Xo'p, создать qilaman. Sizlarga bu Revit 24 shablon tashib beraman. Shu orqali loyihalarimizni qilamiz keyinchalik ham, Xudo xolasa. Xo'p, kirdik. Bizga начальный vид kerak emas, doimiydek. Hop, birga o'tib olamiz. Hop, уровень 1 ga o'tib oldik, ya'ni birinchi etajga o'tib oldik. Endi qaranglar. Bitta mana vkladkalar bor, ya'ni bo'limlar bor. Arxitektura bo'limi, ya'ni arxitektura elementlarini chizsangiz bo'ladi. Arxitekturaga oid narsalar bor. Konstruksiya bo'limi, hop, style, сборный element bular ishlamaydi degandim sizlarga. Arxitektura, konstruksiya, keyin вставить bo'limi ko'proq ishlaydi degandim esinglarda bo'lsa. Sizlar bilan o'tgan darsda arxitektura bo'limini ishlatib ko'rdik. Konstruksiyani ham vaqti keladi ko'rsataman. Albatta 2-3 ta narsalar ishlatamiz. Qolganlari bizga unchalik kerak emas. Va endi ko'proq ishlatadigan bo'limlarimizdan bittasi bu вставить bo'limi edi. Вставить bo'limida nima qilinadi? Nima vazifasi bor? Hop, prezentatsiyaga o'tsak, mana вставить bo'limi nima o'zi? Vazifasi nima? Вставить bo'limi Revit'ni ichida yo'q bo'lgan, lekin bizga kerak bo'lgan narsalarni olib kirishda ishlatiladi. Masalan, Revit'ni o'zini ichida bizga klient bergan yoki ishxonamiz bergan plan yo'q, to'g'rimi? Tabiiyki. Biz uni o'zimiz chizamiz, bizga dizayner yo boshliqlar bergan bo'ladi, shuni chizib ber deb. Hop, o'shalarni biz Revit'ni ichiga olib kirsak bo'ladi. Keyin Revit'ni ichida yo'q, семействолар bo'lishi mumkin. Masalan, Revit'ni ichida kompyuter modeli yo'q, yoki parta stullar yo'q, topolmasligingiz mumkin o'zingizga mosini. Shkaflarni, ularni olib kiramiz. Ya'ni загрузить семейство qilish orqali семействоlar olib kiramiz. Keyinchalik buni amaliyotda qilamiz, ko'rasizlar. Hozir biz qiladigan narsa import sapr. Hop, import sapr degani import dvg degani. Ya'ni bu sapr dvgni ruschasida. Hop, endi qaranglar, dvg o'zi qanaqa fayl, nima format? Dvg CAD dasturlarida chizilgan loyihalar dvg formatda bo'ladi. Ya'ni AutoCADda ish qildingiz, uni saqlaningiz qilayotganingizda, misol uchun aytdingiz, Nesfan 15-etajdagi loyiha dedingizda, Nesfan 15-etajdagi loyiha .dvg bo'ladi. Dvg bu formatni nomi, ya'ni drawing, chizmasi. Hop, ya'ni AutoCADda siz AutoCAD, NanoCAD, TurboCADda nimadir qilsangiz, bu CAD fayli bo'ladi va dvg, mana shu dvg nomi bilan bo'ladi. Hop, endi ishxonalarda ko'pincha AutoCADda birinchi plan chizib olinadi. Shuning uchun biz AutoCADda chizilgan planni olib kirishni o'rganamiz. Man import sapr qilaman. Import sapr, ya'ni dvgni olib kirish ichkariga. Hop, manda рабочий stolda turibdi. U fayl olib kirmoqchi bo'lgan faylim. Ustiga ezaman. Ezganimda qaranglar. Pastda olib kirishni настройкалari bor. Ya'ni olib kirish qanaqa yo'sinda bo'ladi. Hop, sveta сохранить turaversin. Bunga tegmanglar. Слои все tursa ham bo'ladi. Единицы при импорте автоопределение turaveradi bu ham. Hop, размещениеda qaranglar. Размещениеda sizlarda совмещение tsentr turishi mumkin, начало koordinat turishi mumkin, lekin ручной tsentr qilib olinglar. Men eng ko'p shuni ishlataman. Michkani uchiga olib kelib beradi. Ya'ni AutoCAD faylingizni xohlagan joyingizga qo'yib olasiz. Hop, поместить v turibdi. Biz hozir birinchi etajdamiz, shuning uchun birinchi etajga qo'yaveramiz. Orienировать по виду. Bunda ham галочка tursa bo'ladi. Hozir открыть qilaman. Mana, michkani uchiga olib kelib berdi. Hop, endi buni ushlab turib, yorog'iga olib kelib olsam bo'ladi. Hop, mana sizlar bilan ko'rib turganimizdek AutoCAD fayl shundoq Revitga tushdi. Lekin bu hali hech qanaqa model emas. Ya'ni mana 2D chiziq xolos mana. Hozir 3D ga o'tdim, uychani ezib, mana bu joydan yoki shiftdan balandpast qilsam bo'ladi mana. Faqat bu chiziqlar xolos. Hop, qarang endi. Olib kirib oldik, to'g'rimi? DVGni olib kirishni ko'rdik. DVG qanaqa import sapr orqali qilinar ekan. O'zi prezentatsiyani ham tashlab beraman, ko'rsanglar bo'ladi mana. DVG olib kirish import sapr orqali. Endi qarang, rasm olib kirish import изображение orqali bo'ladi. Hop, import изображение qilamiz. Bizda qanaqadir rasm bormikin?
Albatta ko'p ekan rasmlar. Hop, nimani olib kirsak bo'ladi? Albatta mana qanaqadir narsalar bor ekan, shuni olib kelamiz. Открыть qilaman. Albatta katta rasm bo'ldi mana. Qo'ysak. Buni razmerini to'g'irlashni o'tgan darsda o'rgatganman sizlarga, to'g'rimi? Hop mana rasmni ham olib kirib oldik. Ya'ni shu rasm agar sizlarda DVG fayl bo'lmasa, plan rasmda bo'lsa, rasm orqali ham plan chizsak bo'ladi. Hop mana rasmni ham olib kirib oldik. Hop endi qaranglar. PDF qani olib kiramiz? PDF olib kirish uchun import PDF mana. PDF qilamiz. Hop misol uchun prezentatsiyalar ekan. Hop mana Qo'qonga qilgan bitta loyihamizdan nimadir olib ko'ramiz. Ushlab turib. Hop nimani olib kirsak bo'ladi? Elektrika qismini olib kiramizmi? Hop santexnika olib kiramizmi? Ushlab turib bitta planni, esse o'sha planni olib kirib beradi bizga mana. PDFdan ham PDF ham bitta rasmini olib kirib olsak bo'ladi. Hop, yana sizlar bilan nimalar ko'rib chiqishimiz kerak edi? Sovetskiy ko'rdik, DVG formatda nimaligini bildik, DVG to'g'ri olib kirishni ham o'rgandik, rasm olib kirishni ham o'rgandik. Endi bitirgan narsalar qatirib qo'yish. Ya'ni misol uchun hozir men buni ushlab turib surib olishim mumkin mana. Nimadir chizayotganimda, misol uchun mana buni ustidan devor chizishni boshlasam hozir arxitektura stena qilib boshladim. Misol uchun 180 devor bormi? 180 devorni ushlab turib chizishni boshlasam, chizishni boshlayapti ustidan. Hop, uchtaga o'tsak ham mana ustidan devor chizishni boshladi. Endi nogahon ushlab turib nimadir qilmoqchi bo'ldim, surib yuborsam, uje surilib ketadi bu. Buni surilib ketmasligi uchun nima qilish kerak? Hop, buni surilib ketmasligi uchun mana bu yerda ko'rsatganman. Hop, muzlatib qo'yish uchun mana bu yerda skripka bor. Ya'ni o'sha listlarni qatirib qo'yamiz-ku planshetga, boshqa narsaga. Xuddi shunaqa qatiradigan skripkasi bor Revitda ham. Hop, Ctrl Z qilsam orqaga qaytadi bu. Ya'ni men komandani orqaga qaytarib ushlab turib, mana bu joyda skripkani ezib qo'yaman. Ezib qo'ysam mana tanlanmayapti. Qarang mana umuman tanlash imkoni yo'q endi. Endi qarang qatarib qo'yganimizdan keyin endi qanaqa qilib endi ushlasa bo'ladigan qilamiz. Misol uchun keyinchalik surishimizga to'g'ri kelib qoldi buni. Lekin menda ushlab bo'lmayapti. Buni nima qilish kerak desanglar, mana bu joyda mana muzlagan elementni tanlash tanlamaslik tugmasi bor pastda. Misol uchun hozir mana men buni mana bu orqali muzga chiqarishim mumkin tepadagi skripka orqali. Lekin bu muzga yechish uchun men tanlashim kerak oldin, lekin tanlanmayapti. Bu holatda mana ko'rsatganimdaqa yuzdagi elementni tanlab tanlamaslik bitta skripkasi bor. Misol uchun mana bu sizlarda mana chap tomonda выбрать закрепленные элементы degan tugma bor. Mana eng pastda 1, 2, 3-inchisi. Buni bundoq qilib yechib yuborsak ikkisini mana ikkisi turibdi. Buni yoqsak mana ikkisi yo'qoldi. Endi tanlasa bo'ladi. Lekin shunda ham surib bo'lmaydi mana. Surmoqchi bo'lsam, mana bu yerda mana bu qatirilgan deyapti. Ya'ni qatirilgan elementni surolmaysan deyapti. Endi buni surish uchun buni ezib turib, ochib yuborishim kerak o'zini. Endi sursa bo'ladi. Ctrl Z qilib qaytaraman. Hop, biz buni qatirib qo'ysak, bu ushlanadi, lekin ushlanmasligi ham kerak bo'lsa, yo menga bunaqa ko'k bo'lib, sun'iy turmasa, mana buni olib kelsam ko'k bo'lmasin desanglar, mana pastda 1, 2, 3 mana skripka turadi. Shuni ezib qo'ysanglar mana, uje tanlamaydi. Rasmda ham shunaqa mana. Qatirib qo'yamiz, uje tanlanmaydi. Mana bu ham surilib ketyapti. Buni ham ushlab turib, qilib qatirib qo'ysak bo'ladi. Ko'rdinglar? Bugun sizlar bilan nimalar ko'rib chiqdik? Sovet bo'limida eng asosiy, eng ko'p ishlatiladigan, ishlatishimiz mumkin bo'lgan 4 ta 5 ta narsadan 3 tasini ko'rib chiqdik. Import, изображение, PDF, rasm va undan ham ko'prog'i bizda semestr olib kiriladi. Semestrni biz olib kelayotgan paytimiz ko'proq sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, bugunga shular do'stlar. Nasib qilsa, keyingi darsdan uje biz mana bu faylni olib kirib, shablonimizni sozlab, обмерный planni chizishni boshlaymiz. Shuning uchun bu darslarni yaxshilab ko'rib oling. Bundan oldingi darslar uncha esingizda qolmagan bo'lsa, 2-3 martalab ko'ring, yaxshi-yaxshi ko'rib oling. Keyingi darsdan uje amaliyotga o'tamiz. Uje biz loyihamizni birinchi planni chizishni boshlaymiz. Hammaga omad. Xudo xolasa sizlar bilan keyingi darsda ko'rishguncha bay bay.